onangni yurib qo'yaman. Qo'y, bunaqa tilimiz tushunma. Habib Asilxon, senlar kutgan kun kelyapti. Men Toshkentga yo'lga chiqyapman. Sen o'zing kelishga aqling yetmayaptimi? Bratishkalaring jo'natolsan. Aqling yetsa o'zingki, bo'lmasam o'zim boraman. Lo'li, sen men onani qo'shib gaplashyapsan, onani lotereyadan yutib olmagansan-ku. Men gapirayotgan gaplaringni jo'natayotgan ukangdan qattiq qilib spros qilib olaman. Spros qanaqaligini ko'rasan. Men tegmaganga tegmayman, lekin tegganni tinch qo'ymayman. Men jo'natayotgan bratishkangga boru, o'zim bratishkam qo'yib beraman. Uruviningga mos. O'jicha, sallani kutyapmiz. Mana akalarim ukasi. Uncha keyin Toshkentda kutmoqchi bo'lgan bola. Uka, necha kishi bo'lib keldingmi? Ha? Bir o'zim keldim, to'g'rimi? Sen necha kishi bo'lib kelding? Biz uchalamiz keldik. Uchalang kelding, to'g'rimi? Ikkita akang qayerda? Bilmadim. Qayerda? Qosh, to'g'rimi? Men pichoq yo bola yig'ib kelmadim, to'g'rimi? Ha, erta yozib bermaysanmi meni? Yo'q. Bildim, mujik zakoni. Mujik сказал, mujik сделал, to'g'rimi? Gapingga ishondim. Ikkita chorta aka deb, men qara ukajon, endi bir normalniy o'zingga bir dastoyni aka topgan, xo'p? Unaqa bolalarni aka demagin, mayli? Mana tayoqlar xuyina o'tib ketadi. Ertaga sen kimligini bilib olding, to'g'rimi? Endi bir akalaring kelguncha 5 kunda kelaman, 10 kunda kelaman, men uyimda mehmon bo'lib turasan ungacha. Nimaga bolalar sizlar ishonayotgan u jekkilar Toshkentdagi mahallasidan chiqolmayapti-yu. Pisib o'tiribdi mahallasidan chiqqan aql etmayapti-yu bolani. Qoshding deb otganlarga bitta gap, biz mujik bo'lib 3 kishi bordik, u aytdi, men bir o'zimman dedi. Lekin biz 3 kishi borsak, butun auditoriyasini, butun mahallasini yig'ib chiqoyan. Keyin hammasi kelib tashlanib ketyapti bizga. Jekki unga bitta tiqib qoldi, borib biz uramiz desa, anta 80 ta bola yugurib kelyapti biz yonimizga. Xullas sizlarga bitta qilib gap aytganda, uni lokatsiyasiga bordi, ya'ni mahallasiga bordi. Borganimizda, normalni endi so'rashamiz deganimizda, Jekki shapalo tiqib qoldi. Biz orqasidan endi bor uramiz deganimizda, orqasidan kimlari keldi, bir 20 ta odam bizani quvlab tashladi orqamizga. Menimcha bir ikkitasini ko'rdim, qo'lida nimadirlar ham bor dedi. Biz qochib ketdik. Keyin u primoy yoqibdi-da, Bilolga yetyapti. Men necha kishiman deyapti, bir o'zimman deb. Endi u majburlikdan aytganda, endi odamlar qo'rqib turgan, endi yosh bola-yu, 2011. Endi u qo'rqib, sizlar bir o'zinglar deb o'rgan u. Ishoninglar, o'tda 20 tadan ko'p. Mana men kecha uni kanaliga kirsam, quvlagan odamlar video ham olibdi-da, videosini shundan qo'yib yubordim men ham. Hozir video qilib. Endi hozir men Jekkini o'zimni joyimga chaqiraman. Qanaqa kutib olish kerakligini menga ko'rsataman. Salomiga qanaqa qilib olishni endi ko'radi. Sizlarni ishonmanglar, bir o'zimdan deb yosh bolani urib, 5-6 tasi urib primoy orqasida. Ishonmanglar u gaplariga. Lo'li-yu. Bilasizlar-yu, ularga farqi yo'q, jinniga. Ko'radi-da endi. Shunday gaplash kerak bo'lsa, biz ham shunday gaplashamiz. Bo'lib kuzatinglar, bugun men uni yomon qilaman. Meni qochirar ekan avvallar. Bilak nima deydi bilak? Sindiradi bu bilak. Shuning uchun katta ketish kerak emas, oldindan nonni katta tishlamaylar bolalar. Assalomu alaykum hammaga bolalar. Sizlar bilan Jeki bolalar hozir Zulfiddinov vrachkan oldiga ketyapmiz, boraylik. Nima gap ekan? Aka, qarochi bo'ldi, men aralashmayman. Ularni ko'tligidan keyin deyapti, endi bilib bo'lmaydi. Panika qilyaptimi bu? Borsam men 5 ta bola kutib oladim, men ham bilmayman. Qachon boryapmiz? Boraylik, nima gap ekan?